Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hazır Amerikalik məşhur yazğıcı Edis Wharton'ның Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Gubarsız Yıllar namlıq romanını anlatdımız. Elin bizar bo'ldi. Nyu-York jamiyati nihoyatda do'stona, qizg'in, mehmondo'stlik darajasi kishi chidag'usiz darajada. Elin o'zining qandoq kutib olinganligini hargiz unutib qolmaydi. Biroq eng dastlabida yangilikdagi hayajonlanishdan keyin shu qadar moslasholmaydiganligini payqadi. Nyu-Yorkning yoqtirdiganlarini u yoqtirishga amalsiz. Şuna Washingtonga berib sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Balkim u yerda har xil odamlarni, o'xshamaydigan fikrlarni anglay olishim mumkin deb o'yladi. Qisqasi, u shu yerda o'ltiraqlashib qolishi mumkin. U yer bechora Midorag'imi bir oila ata qila. Chunki shu chaqlar boshqa barliq tuqqanlarning Midorag'a bo'lgan taqati tugigan, ammo uning g'amxo'rlikqa, to'yning tahdididan saqlanishga eng muhtoj bo'layotgan chaqlari edi. Biroq Karver apandidan ansirmamsiz? Anglashimcha, u izchil sizlar bilan bilib Blanik oilasida turib yetibdi. U kulib ketdi. Karver kirzisi o'tib ketdi. Doktor Karver aqlli odam. Uning puldar xotindan birini elib, planlarini ishga oshiradigan mablag'ga erishkisi bor. Midorada bo'ysunish bo'g'ashqa bir yaxshi e'lon bo'la oladi-da. Nimaga bo'ysunadi? Har xil g'ayri ijtimoiy planlarga bo'lmamdi. Biroq bilamsizki, osh planlarga bakrak qiziqaman. Ular an'anaga, boshqalarning an'anasiga, do'stlarimning orasida ko'rganlarimga qarg'ulachi agashgandan jih yaxshi. Dedi u kulib turib. Agar Amerika qit'asini bayqash, boshqa bir davlatning ko'paytirilma nusxasini paydo qilish uchun bo'lgan bo'lsa, bu naqadar ahmoqlik-a? Kristofer Kolumboning shuncha jafo tortishini Selferdagi Meri oilasiga bilan birga teatr ko'rish uchunlar deb tasavvur qila olamsiz? Archerning chiroyi tatirib ketdi. Undaqda Beaufortchi. Beaufort bilan hamisha mushu ishlar to'g'risida paranlashamsiz? So'radi u tuyuqsiz. Uni ko'rmaganimga uzoq bo'ldi, biroq ilgari doim uningga mush haqda gap qilatdim. U bularni tushunadi. Yana doim deb kelgan shu gapimni qilay. Bizni yoqtirmaysiz. Beaufortga amroq kelsiz. Chunki u bizga tubdan o'xshamaydi. Archer qop-quruq uyga, sirtdagi qop-quruq dengiz sohiliga ham dengiz bo'ylab silingan qop-quruq turgan oq rangdagi dehqonlar turalg'ularga bir qo'r qarab chiqdi. Biz ahmoqlikda uchiga chiqqan, xosligimiz yo'q, alohidligimizmi yo'q. Kishini zeriktiradigan ma'nisiz odamlar ekanmiz. Shuningga hayronman. Undaqda nemishqa qaytib ketmaysiz? Davatda u gapning oxirida. Ellining ko'zlari xunuklaşdi. Archer uning g'azab bilan qaytirma zarbiga o'tishini kutdi. Ammo u un chiqarmay o'ltirib ketdi. Uning degan gapini inchiklik bilan o'ylanayotgandek qiladi. Archer ansirashga boshladi. Uning "Menmi hayron" deb javob berishdan qo'rqdi. Oraniska oxir ig'iz ochdi. Meningcha, sizning sababingizdan bo'ldi. Buningdan bakrak tarini o'zgartmasdan iqror bo'lish bo'lmasa kerak. Yoki anglag'uchining shuhratparastligini buningdami bak qo'zg'aydigan gap bo'lmasa kerak. Archerning yuzi qo'liqig'ich qizirib ketdi. Ammo midirlashqimi, gap qilishqimi jur'at qilolmadi. Xuddi uning gapi kam uchraydigan kepinakdek, ozroqli shapini anglasa, qanotlarini qiqib uchib ketadigandek, agar hech qanday tevish bo'lmasa, yana bir to'p kepinaklanib boshlab keladigandek his qildi. Hech bo'lmaganda so'zini davom qildi Elli. Dötlikning orqasida yana shuncha go'zal, nozik va esil narsalarning borlig'ini menga bildirdingiz. Bular yana bir xil turmushimdagi amriq narsalarimning nacharligini chandurib qo'ydi. Qanday ifodalashni bilmayapman. U qiynalib qo'shimlarni turdi. Biroq ilgari ashu esil qiziqishlarim uchun qanchalik javr jafo va xo'rinishlarga chidashim kerakligini bilmabdi ekanman. Esil qiziqishlar qo'g'lishga arziydi.
Archer mushundaq takallashmoqchi bo'ldi. Biroq Ellenning o'tinish nazarda qarashlari uni jim qilib qo'ydi. Ellen yana so'zni davomlashtirdi. Sizga intayin samimiy muomala qilg'imba. O'zimga ham shundaq. Men qanday yordam qilganligingizni, meni qanday o'zgartganligingizni deb berdigan mushundaq bir fursatning chiqishiga uzoqdan buyon intizor bo'lib kelyapatdim. Archer qo'shimlarini turgunicha birdam o'tirib ketdi. Ko'zlari chekchaydi. Ondan kulgi ovozi bilan uning so'zini bo'ldi. Biroq o'zingizning meni qanday o'zgartganligingizni bilamsiz? Sizni o'zgartdi? Ellen tatargan holda so'radi. Shundoq. Meni o'zgartganingiz sizni o'zgartganimdan xeyli eshib tushdi. Bir ayol bilan to'y qilishim, yana bir ayolning shundoq qilishimni o'tinganligidan bo'ldi-ku. Men texi bugun bu ishlarni tilga olmaslikqa va'da bergan edingiz. Hey, qaltis ayolkansiz, Jumo. Sizlar ayollarning hech qaysinglar o'sal ishni o'ngshashni xolamaysizlar. U mayga nisbatan o'sal ishmi? Dedi u ovozini pasaytib. Archer deriza qishig'i bordi. Derizaning ko'tarib etilgan ramkasini chekishga boshladi. Mayning ismini Ellenning shu qadar mehri bilan tilga olganligini har bir nervlargacha his qila oldi. Chunki bu dal o'ylanmasak zodi bo'lmaydigan narsa edi, shunaqa emasmi? Sizning ifodangizmi bu nuqtani isbotladi-ku? Dedi Ellen o'z fikrida ching turib. Mening ifodam? Takrorladi Archer tengir qilgan ko'zlari yanada dengizga tikilgan edi. Agar undaq bo'lmasa, butun diqqati bilan tafakkurini qidirayotgandek holatda davomlashtirdi Ellen. Agar boshqalarni azobdan xoli qilish uchun ba'zi narsalardan voz kechish va erishishga arzimaydi deyilsa, qaytib kelish maqsaddan saxta, xiyoliy narsaga aylanib qolgan bo'ladi. Shunaqla boshqalarning g'amxo'rligi bo'lmag'ashqa yana bir bo'lak turmushimni ma'nisiz, ejinishli qilib qo'ygan barliq sabablarmi ham shundaq. Archer turgan joyida orqasiga burildi-da, uning o'rnida xulosa qildi. Agar shundaq bo'lsa, qaytib ketmaslikka texmi asosingiz yo'q-ku. Ellenning qattiq umidsizlik chiqib turgan ko'zlari uningga tikildi. Asosim yo'qmi? Yo'q. Agar hammani to'yimning utuqliq bo'lishiga tikkan bo'lsangiz, mening to'yim Archer qo'pollik bilan aytdi. Sizni tutib qola oladigan sabab bo'lanmaydi. Ellen undimadi. U so'zini yana davom qildi. Buning nima ahamiyati? Menga tunji qitim haqiqiy turmushni tunutdingiz. Ammo yana davomli saxt turmush kechirishga majbur qildingiz. Buningga hech kim chidab bo'lmaydi. Haqiqatan chidab bo'lmaydi. Bu naqdima. Mana men chidavatman-ku. Varqirvatda u ko'zlarida yosh lig'irlagan holda. Ellenning bilaklari shiradan pastga sangiladi. Shu turqini Archerning xohlagancha ko'rishiga qo'yibdi. Do'sh kelayotgan xatarni o'ylashqimi madori qolmadi. Yuzlarini butunlay ichib, uning ichidagini uningga ko'rsatmoqchi bo'lgandek qiladi. Archer bu tuyuqsiz ifodadan tamtirab, nima qilarini bilmay turgan joyda mixlab qo'ygandek qaytib qoldi. Sizmi? Bu kunlarga sizmi chidab keldingizmi? Javob o'rinda ko'zlaridan bulduqlab to'kilgan yosh uning mangizlarini bo'ylab sirg'ib tushdi. Ikkisining o'rtasida o'yning yermichilik orliq bor edi. Ammo hech qaysisi yiqilishdigandek qilmadi. Archer uning teniga nisbatan o'zining bir xil g'alati sovuq sezimda ekanligini his qildi. Agar uning shira ustiga so'zilgan qo'li diqqatini tatmagan bo'lsa, bundaq tuyg'unimi his qilmagan bo'ladi. 23-ko'chadagi kichik uyda uchrashgan ashu qitimqiga o'xshash, uning yuziga qaramaslik uchun u izchil mushuq qo'lga qarab turib oldi. Tafakkuri xuddi qaynamning atrofida cho'rgilganga o'xshash mushuq qo'l ustida cho'rgilashga boshladi. Biroq Archerning yanada uningga yiqinlashqisi kelmadi. Biroq Archer har qanday bir harakatining uning ovozini, simosini yo'qotib etishidan ansiraydi.
Archerning butun xiyoli endi mangu yolg'izlik his qilmaydiganligida qolgan edi. Biroq hayal o'tmay, vaqtni isrof qilib yetib bo'lgandek bir xil sezim uni qo'yniga elib oldi. Bu yerda shuncha yaqin, bexatar ham yolg'iz. Ammo orasida yerim dunyo bor. Chunki ikkilisi o'z hayotining arg'amchilarida mahkam bog'langan. Neman chiqib ketamiz? Baribir qaytib ketadi ekansiz-ku. To'satdan vaqirdi Archer. Gepining uranida uningga bo'lgan qattiq umidsizlik ichidagi o'tinish bor edi. Qanday qilsam sizni tutib qola olayman? U qapoqlarini to'van sag'inicha midir qilmay o'tiradi. Hozircha mang'inim yo'q-ku texi. Hozircha mangmidim? Undaqda ma'lum bir chaqqa borganda mangisiz. Vaqtni bekitib bo'ldingiz, shundaqmi? Anglab mushu yerga kelganda u beshini ko'tarib tiniq ko'zlarini Archerga tikdi. Va'da beray, faqat hozirgidek o'zaro qarishib turishga chidasangiz, ketmay bo'ldi. Archer o'zining o'rindiqiga berib o'ltirdi. Amaliyotda uning javobi: Agar biror mo'yimga cheqilsangizlar, meni qaytib ketishimga majburlagan bo'lasiz. O'zingizni ashu jirginishlik ishlar qo'yniga ishtirgan bo'lasiz. edi. Bola Archerga xuddi u o'z eg'izi bilan dapagandekli aniq. Bu o'y uni hayajonli hislarini saqlab qolganicha Shiraning bu tarafida turib qilishga undadi. Bu siz uchun qanday turmush bo'la? dedi u. Ha, u faqat turmushingizning bir qismiga tava bo'la olasizlar bo'ldi. Mening turmushimmi sizning turmushingizning bir qismiga aylanamdi. Ellen beshini langshitdi. Ishkimiz uchun aytganda bu bizning barligimiz bo'lamdi. Shunaq, bizning barligimizmi shu? Shunaqa emasmi? Gap mushu yerga kelganda Archer o'rnidan turib ketdi. Ellenning omoq yuzidan boshqa hech nima uning esida qolmadi. Ellenmi o'rnidan turdi. Uni qarshi oladiganlikmi, uningdan o'zini qochiradiganlikmi qilmaydi. Nihoyatda tamkin edi. Vazifaning eng qo'l ko'ydiradigan yeri tamomlangandan keyin uning qilishga tegishli ishi kutishli edi. U shu qadar tamkin edi. Archer uningga qarab kelganda bilaklarini sundi. Bilaklar to'sishga emas, qarshi elishga echilgan edi. Archer uning qo'llarini tutdi. Uning sunilgan bilaklari qattiqmi emas edi. Ammo Archerni ma'lum orliqda to'xtata oldi. Qolgan gaplarni Ellenning al bo'lgan ashu yuzi so'zlab tugatdi. Balkim ular nihoyat uzoq mushundaq turgandi, yoki faqat bir necha minutlar o'tgandi. Biroq bu vaqt Ellenning deydigan barliq gaplarni yetkazib olishiga yetarlik bo'ldi, ham Archerga faqat birli ishning to'liq muhimligini his qildirdi. U hargizmi yeniklik qilib qo'ymasligi kerak. Bo'lmaydi ekan, bu uchrashish mangulik vidolashishga aylanib ketadi. Archer o'zlarining kelgusini cho'qim uning qo'liga tutqizishi, uningdan kelgusini mahkam tutishni o'tinishi kerak. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Ellenning ovozi sal bo'g'iq chiqdi, ham qo'lini sug'urib oldi. Ketmaydigan bo'ldingiz. Rost ketmaydigan bo'ldingiz-a? dedi Archer zodi chidayolmaydigan birdan bir ishi mushulidek. Ketmayman. Ellen orqasiga burilib ommaviy oshxonaga qarab oldida mangdi. Varang-churung qilishayotgan heliqi o'qituvchilar yuk taxlarini yig'ishtirib bo'lgan 4-5 dan bir bo'lishib Pristonga qarab ushqandek ketyotdi. Heliqi kater sahilning qarshisidagi qashqa to'xtatib qo'yilgan edi. Quyosh nuri jimirlab turgan suv yuzining yana bir tarafida Boston tuman ichida g'uva ko'rinib turadi. Katerga qaytib chiqqandan keyin Archer kishilar oldida o'zining bir xil xotirjam kayfiyatda bo'layotganligini his qildi. Bu xil kayfiyat bir tarafdan uning yo'lak bo'layotdi, yana bir tarafdan uni haydan qoldirayotdi. Hozirgi har qanday bir qimmat o'lchamidan aytganda, bu bir kun nihoyatda kulkilik mag'lubiyat hisoblanadi.
u hatto Uraniska xonimning qo'lig'imi so'ymadi. Yana boshqa fursatning bor yo'qligi haqida biror eg'iz gapmi ololmadi. Muhabbatda visal topolmaganligidan qiynalib ham qizg'in so'ygi obyektidan shuncha uzoq ayrilib ketgan bir bosh egish badaliga mushunda xotirjamlik va tasalliga erishgan edi. Ular cho'qim boshqalarga sodiq bo'lishi, o'ziga sodiq bo'lishi kerak. Elinning bu ikki ish orasida erishgan mutlaq tangpungligi Archerni behla hayajonga soldi ham intayin xotirjam qildi. Bu tangpungliqning apchillik bilan planlangan bo'lmasdan, balki vijdoniga yuz kelish uchun chin yurkidan chiqarilganligiga Elinning ko'z yeshi va orasalda bo'lishlari to'liq isbot bo'la oladi. Bu Archerning qalbida bir xil illiq hurmat qo'zg'adi. Archer uni ozdirmaslikni o'ylagan edi. Ular Fall River vokzalida qo'l elishib qo'shlashdi. Archer o'zi yolg'iz ketib etib, qutqizuvog'imiz yo'qitib qo'yganlarimizdan mutlaq ko'p deb ishondi. Archer bir besib, ikki besib klubga qaytib keldi. Yana ashu odamsiz kutubxonaga kirib o'ltirib, uning bilan birga o'tkazgan ashu bir necha soat vaqtning har bir minut, sekundlarini qayta o'ylab chiqdi. Agar Ellen eng oxirida Yevropaga qaytib ketishni, erining yeniga qaytib ketishni tanlasimi, bu hargizmi burunqi turmushning qiziqtirishidan bo'lmaydi. Yangi o'tirg'i qo'ygan shartni hisobga olgandimi, yanili shundoq. Yo'q. U faqat Archerni ozdirg'uchi bo'lib qoldim deb his qilgandilar, ular o'rtaq bekitgan qoida buzilgan chog'dilar andin ketdi. U Archerning o'ziga amdi yaqinlashmasligini yaqinroq joyda qilishdiki shart qildi. Uni bexatar ham yolg'iz holda shu yerda tutib qilish, qolmaslik butunlay Archerga bog'liq. Bu Archerga nihoyat ayon edi. Bo'libmi, inchki tahlil qilgandan keyin texmi aniq bo'lib ketdi. Poyizga chiqqandimi, bu xiyollar yanala hamra bo'lib, uni oltin rang tumanlardek o'rib oldi. Bu bir qavat tumanning berisidan atrofga qarab edi. Atrofdagi odamlarning yuzlari shuncha yiroq, shuncha g'uva ko'rindi. Uningda bir xil tuyg'u paydo bo'ldi. U bu safardoshlari bilan paranglashsimi, ular cho'qim uning nima davatqanligini tushunmaydi. U safarni mushundoq as ho'shini yig'olmagan kayfiyatda tugatdi. Ertasi saharda uyg'onibla o'zini Nyu-Yorkning tinjiq kunduzida ko'rdi. Mana bu ko'z oldidagi reallik edi. Uzun vagonda issiqdan salpiyib ketgan chiroylar ko'z oldidan o'tmoqda. Ular bularni yanala ashu oltin rang tumanning berisidan g'uva ko'moqda. Biroq vokzaldan chiqib ketayotganda to'satdan bir chiroy ashu chiroylardan bo'lakchilik ko'rindi. Yaqinlashgan seri uning xotirasini uyg'otdi. U buning oldingi kuni ko'rgan yilqi yoshning chiroyi ekanligini darhol esiga soldi. Park mehmonxonasining sirtida diqqat qilib qolgan bu chiroy Amerika mehmonxonalarida ko'p uchramaydi. Tipqa kirgizishmi qiyin edi. Ashu daqiqalarda ko'ngliga bir ish kashgandek, uningda yana o'tmishga bo'lgan g'uva aslima o'xshashli paydo bo'ldi. Chet elliklar Amerikada do'sh keladigan safar azobini yetkuchi tatgan yilqi yigit chiroyda tengirqash alomatlari atrofga ko'z yugurtganicha ashu yerda turadi. Arqadan u Archerga qarab keldi. Shilapisini ko'tarib ahvollashib, inglizcha: "Apandi, biz cho'qim Angliyada ko'rishgan-ku deyman", dedi. "Ha, to'g'ri, Angliyada ko'rishib ekanmiz." Archer hayronlik va hesdashlik ilkida uning bilan qo'l elishdi. "Shunda qilib, bu yerga oxir kepsiz-da." Archer o'lik ovozda so'rg'ash, kichik Karverliga fransuz tili o'qituvchisi bo'lgan bu yoshning zerak va so'lg'un chiroyiga hayronlik ichida tikildi. "Ha, bu yerga keldim. To'g'ri", dedi Reviy apandi pising'ida kulib. "Biroq uzoq turmayman. O'g'illikka qaytaman." U oddiyli palay kelgan qo'llarida safar chamadonini tutqunicha joyida qarab turardi. Tit bo'lganligi chiroyiga chiqib ketgan edi. Archerdan yordam talab qilayotgandek ko'rinadi. "Apandi, ta'limga yarasha sizni uchirtib qoldim.
Bilmadim. Ha, sizga taklif beray deb turatdim. Tushlik tamoqni birga yeylik, bo'lamdi. Demoqchimanki, agar ishxonamga izlab berishni xohlasangiz, sizni shu atrofdagi tuzukroq bir restoranga boshlay. Roshanki, Reviy apandi behli ta'sirlandi ham behli hayron qoldi. Bak tuzitib ketdingiz. Faqat to'shish asboblarini nadan tepishni so'ray degandim. Bu yerda yuktaq to'shig'uvchilarmi yo'qkan? Boshqalarning deganini-mi? Bilaman. Bizning Amerikaning vokzallari cho'qim sizni qattiq hayron qoldiradi. Agar hammal izlasangiz, sizni quruq gap bilanlar yo'lga selishadi texi. Agar men bilan mangsangiz, menla sizga ha-ho deyishay. Rost deyman. Tushlik tamoqda cho'qim billa bo'layli. Birdamlik ikkilinishdan keyin u yigit qayta rahmat aytib, kishini ancha qoyil qilib ketilmaydigan sababni boshqa bir uchrashishi borligini aytdi. Biroq ular ko'chaga chiqqanda kayfiyati bir oz turaqlashgandan keyin u Archerdan tushdan keyin ko'rishgili bosib bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'radi. Yoz fasli Archerning qo'li xeyli bo'sh bo'lib qoladigan chog'lari edi. U vaqtni bekitib adresini yozib berdi. Fransiyalik yigit qayta tashakkur aytib, bog'oqchini yanchiqo'g'i soldi-da, shilapisini pulang'itib, payton to'sdi. Bir payton uni ep ketdi. Archermi u yerdan ayrildi. Reviy apandi dal vaqtida keldi. Uning kiyimlari dazmollangan edi. Biroq yanala noita harg'in, jiddiy ko'rinadi. İşxanada Archer yalğızlı edi. U Archerning o'ltirishga taklif qilishini kutmayla eg'iz ochdi. Apandi, tunugun sizni Bostonda ko'rganda qilib edim. Bu bayonot haqiqatan ancha ahamiyatli emas edi. Archer hadab qo'yishga tamshilibdi, gapini mehmonning bir xil sirliq, qo'zg'atish xarakterdagi nazari to'sib qo'ydi. O'ylamagan bir ish bo'ldi. To'limi o'ylamagan bir ish. Dedi Reviy apandi arqadan. Bu ishda uchrashib qilishimizni zodil o'ylamab ekanman. Qandoq ish? Archer so'rg'ash u pulga ehtiyojli o'xshamamdi degan qo'pollik tusidagi gumonga kelib qoldi. Reviy apandi davomliq arsalda bo'lgan qiyofatda uni ko'zitib. Bu yerga kelishim oldin qitim ko'rishganimizda aytganimdek xizmat tepish uchun emas, balki alohida bir burish sababidan bo'ldi. Archer varqirvatdi. Ikki qatimliq uchrashish daqiqa ichida uning kallasida bog'lanish hosil qildi. U birdan to'xtab, tuyuqsiz tegiga yetgan bu ishni o'ylashga boshladi. Reviy apandimi sukut qilib, deganlarining yetarli bo'lganligini pamladi. Alohida burish? Archer oxir yana bir qitim takrorladi. Fransiyalik yigit ikki qo'lini chiqarib, yennikini ko'tarib qo'ydi. Ikkalan yanala ish ustulining ikki tarafida toki Archer uni o'ltirishga taklif qilishni esiga olguncha bir-biriga qarashib turdi. O'ltiring. Reviy apandi beshini langshtida yiroqroq bir o'rindiqda o'ltirib, yana saqlashga boshladi. Siz men bilan mushu burish masalasi to'g'riliq so'zlashmoqchimi? Archer oxir so'radi. Reviy beshini tuvan sog'inichi dedi. O'zim uchun emas, u jihatdagi ishlarni bajarib oldim. Men mumkin bo'lsa Oraniska xonimning ishi to'g'risida paranglashib boqayli degan. Archer necha minut ilgirla uning mushularni deydiganligini qiyos qilib bo'lgan edi. Ammo u rostli eg'izdan chiqaganda bir qiziq eqin chekisiga tepgandek, go'yo chatqonlikda egilib ketgan bir shoxga putlashib ketgandek bo'ldi. Undaqda siz kimning manfaati nuqtasidan men bilan so'zlashmoqchi? Dedi u. Reviy apandi noyati keskinlik bilan javob berdi. Bu qig'inimdan hayron bo'lmang. Oraniska xonimning manfaati uchun. Boshqacha qilib aytganda, abstrakit bir haqiqat uchun. Archer masxara ahongida uni chekib baqdi. Boshqacha qilib aytganda, siz graf Oraniskaning elchisi-ku deyman.
u o'z yuzidagi qizillikning Reviy apandining tatarang'u yuzda texmi qeniq inkas qo'zg'aganligini payqadi. U meni siz bilan ko'rishishga avatmagan apandi. Sizni izlab kelishimda tamoman o'xshamaydigan boshqa bir sabab bor. Mundaq ahvol ostida yana boshqa sabablarni o'ylashga haddingizmi? Radiya badi Archer. Elchi degan shu elchi-g'u. U yigit birdam o'ylanib ketgandan keyin aytdi. Burchimni ado qilib bo'ldim. Oraniska xonimning ishiga nisbatan aytganda, mening burchim mag'lub bo'ldi. Buningda sizga yordam qilamoqdayman, dedi Archer yanala masxirlik ohangda. Shundaq, biroq amalingiz bor. Reviy apandi so'zni to'xtatib, yana astoydillik bilan yeliqi palay kelgan qo'lida shilapisini o'rib, uning astiriga qarab etgandan keyin ko'zlarini Archerga yo'tkadi. Amalingiz bor apandi. Menga yordam bera oladiganligingizga ishonaman. Burchimni Oraniska xonimning oilasi oldidimi o'xshashli mag'lub qildiring. Archer o'rindiqni orqasiga surib, o'rnidan turdi. Hargiz qilmayman. U vaqirgandan keyin ikki qo'lini yanchug'iga sog'inicha bu vejik fransuzga g'azab bilan tikildi. U mo o'rnidan turdi. Biroq yuzi yanala Archerning ko'zidan bir ikki ingliz so'ngi tuvan turadi. Reviy apandining chiroyi tamdek tatirib ketdi. Tatirish darajasi teri rangining o'zgarish chekidan eshib ketganda qiladi. Zodi nima uchun? Archer so'zlashga boshladi. Oraniska xonim bilan tuqqandarchiligim bo'g'ashqila yenimga kelib o'tinayotamsiz? Sizningcha oiladagi boshqa a'zolarninkiga qarshi pozitsiyada bo'lamanmi? Reviy apandining chiroy ifodasidagi o'zgarish xeyli bir chaqqicha uning birdan-bir javobi o'rnida turdi. Chiroydagi yuraksizlik alomatlari azobga almashdi. Odatda shuncha zerak bir yoshga nisbatan aytganda, uningdagi yuraksizlik, amalsizlik alomatlari buningdanmi ortiq bo'lmas. Mavu ishni apandi zodi aqlimga sig'madi. Archer so'zni davom qildi. Graf xonimning yaqinlari shuncha ko'p turgan yerda, ajab meni izlab qopsiz-a? Avvali bo'yicha epkelgan u qarashlarni osonla qabul qiladiganға meni tanlabsiz. Buni texmi tushunamidi? Reviy apandi bu ishqa xijillik, kamtarlik bilan chididi. Apandi, sizga deganlarim o'zimning qarashlari. Havoliga binoan epkelganim emas. Undaqda ko'ngil qo'yib anglashimning texmi zaruriyati yo'q-kanda. Reviyning qarash nuqtasi shilapisining astiriga yana bir qitim yo'tkaldi. Eng oxirgi gapni ochiqlab davitib, shilapamni kiyib minishim kerakmi degandaklarni o'ylayotgandek qiladi. Keyin u to'satdan bir qarorga keldi. Apandi, faqat birli ishni so'rab olay. Bo'lamdi. Bu yerga nima uchun kelganligimni bilgingiz bormi yoki hamma ishlar oyoqlashdi deb qarab qoldingizmi? Uning eg'ir besiq, mustahkam pozitsiyasi Archerga vaqirashlarning kam aqlliqlik qilgandek bo'lib qolganligini his qildirdi. Reviyning yumshoqlik bilan mahkam yepishishi g'alaba qozondi. Yuzi sal qizargan Archer o'rniga berib o'ltirdi ham u yigitni o'ltirishga shart qildi. Qanadang, nemishqa ish texi oxirlashmadi deysiz? Reviy yana uningga azobliq tikildi. Mundaqchi bo'lganda, sizmi boshqa oila a'zolarining fikriga qo'shiladi ekansizda. Men epkelgan bu yangi taklifga yuzlanish kerak deydi ekansizda. Oraniska xonimning Yevropaga erining qishig'i qaytmaslik mumkinchiligi qolmabdi-da. Oraniska xonim bilan ko'rishishdan ilgari graf Oraniskaning talabiga binoan Lofil Mingot apandi bilan ko'rishgandim. Bostonga berishdan avval uning bilan bir necha qatim suhbatda bo'ldim. Berishimcha, u apisining fikriga vakillik qila oladi ekan. Apisi Manson Mingot xonimning butkul uyga ta'siri nihoyat cho'nkan. Archer lamjim demay o'ltirib ketdi. O'zini xuddi bir teyilga qiyog'i yamishib chiqib ketayotgandek his qildi. U o'zining bu suhbatlarning sirtiga chiqarib etilganligini,
Hatto suhbatda nima ishlarning deyilganligidanmi xabarsiz qoldirilganligini bayqadi. Buningdan qattiq hayron bo'ldi. Hatto boyqi xabarmi ancha yangilik tuyulib ketmadi. Oilasidagilarning o'zi bilan maslahatlashmaydigan bo'lib qolishiga diqqat qilish sabab bo'lgan edi. Chunki oilasidagilarning ma'lum bir xil cho'nqur tug'ma iqtidori uning burunla ular bilan bir maqsadda turmaydigan bo'lib qolganligini sezib yetgan edi. U buni tuyuqsiz tushunib yetdi va birdilla Mayning bir eg'iz gapini yodiga oldi. O'qiya etish musobaqasi bo'lgan kuni ular Mansot Mingot oilasidan yongan chig'ida May balkim Ellen yanada erining yiniga qaytib ketsa baxtli bo'larmikin degan edi. Mushu yangi payqashlardan ko'ngli parakanda bo'lib tursa-mu, o'zining shu qitimliq voqeasi va shuningdan keyin ayolining Uraniska xonimni zodi tilga olmas bo'lib qolganligidek amaliyat elimi Archerning yodida. Mayning shunchalik eransizlik bilan uni tilga ep qilishi aniqki, bir atal cho'pni qo'liga elib, shamol yo'nalishini bilib boqqanga o'xshashli bir ish edi. Chekib beqishning natijasi ko'pchilikka shuningdan e'tiboran Archerni maslahatlardan bilindirmay ayirib qo'yishni uqtirgan edi. U Mayning butkul oiladagilarni bu qarorga bo'ysundira olganligiga qo'l qo'ydi. Agar uning vijdoni azroq azoblangan bo'lsa, hargiz bunday qilmaydi. deb qaradi Archer. Biroq Mayning qarashlari oilasidagilarning qarashlari bilan birdek bo'lmaganlikdanmikin, Uraniska xonimning baxtsiz xotin bo'g'ini eri bilan ayrilib turganidan yaxshiroq deb qaraydi. Ham Nevland bilan bu haqda munozirlashganning foydasi yo'q. U bir tarsa, doimlik qoida usullarni mansitmay kishini o'sal qiladi deb bilatdi. Archer beshini ko'targanda nazari mehmonning g'amgin ko'zlari bilan to'qirishib qoldi. Apandi, acaba bilmamsiz? Balkim bilmasligingiz mumkin. Erining taklifini rad qilish to'g'risida Graf xonimga nasihat qilish masalasida oilasidagilar o'zlarida bundaq huquqning bor yo'qligidan gumonlanib qoldi. Bu siz ib kelgan taklifmi? Ha, men ib kelgan taklif. Archerning Revi'ga mayli men bir nima bilay yoki bilmay, bu ishlarning siz bilan hech qanday aloqasi yo'q deb rosa varqurg'isi keldi. Biroq Revi'ning ko'zlariga adab va qaysarlik uni bu qarordan voz kechgizdi. U boshqa bir savol bilan u yoshning savoliga javob berdi. Bu gaplarni menga deyishdiki maqsadingiz nima? U darhol javobga erishdi. O'tinib qolay apandi. Chin dilimdan o'tinay. Uni hargiz qaytqilib qo'yma. Revi'i vaqirab degudek etdi. Archer uningga qarag'anicha qetibli qoldi. Aniqki, uning azoblanishi chin, samimiy, irodasi mustahkam edi. Uning hech nimaga qaramay o'z qarshini bildirib qo'yishni to'g'ri topganligi aniq. Archer cho'nqur o'yga patdi. Sizdan so'rab baqsam bo'ladimi? U oxir eg'iz ochdi. Siz aslida Uraniska xonim tarafda turamdingiz? Revi'i apandining yuzi qizirib ketdi. Biroq qarashlarida yanada o'zgarish yo'q edi. Yo'q, apandi. Men bir vazifani qabul qilgandim. Ayni chaqda Uraniska xonimga nisbatan aytganda, uning o'rnini, mol-mulkini ham erining o'rnini asliga keltirish uningga hurmat ep keladigan bir yaxshi ishkango deb o'ylagandim. Shu bo'yicha bo'lganda sizni avar qilish zaruriyatimi tug'ilmas edi. Meningcha, shundoq bo'lmasa, bu vazifani qabul qilmaydingiz. Shundoq, hargiz qabul qilmaydim. Ondaqda keyin qandoqsiga? Archer oxirini demay to'xtab qoldi. Ikkilanning ko'zlari yana bir-biriga uzoqdan uzoq qadaldi. Apandi, uni ko'rgandan keyin, uning gaplarini anglagandan keyin shuni tushunib yetdim. Uning yanala mushiyada qolgani yaxshi ekan. Siz tushundingiz? Apandi, men burchimni ado qildim. Grafning fikrini yetkazdim. Taklifini aytdim. Azroqmi o'z hissiyotimni qo'shqanim yo'q.
Graf xonim nihoyat do'stona holda taqat qilib angladi. U haqiqatan bek yaxshi ekan. Men bilan ikki qitim ko'rishdi. Aytganlarimning hammasini bir taraflamalikdan saqlangan holda nihoyat astoydil o'ylashdi. Dal mushu ikki qitimlik suhbat o'yimni o'zgartdi. Bu ishqa boshqacha qarashda bo'lib qoldim. So'rasam bo'larmikin? Nima sababdan o'zgarib qoldingiz? Uningdagi o'zgarishni ko'rib javob berdi Reviy. Uningdagi o'zgarish gapingizga qaraganda uni burundan taniydi ekansizda. Reviyning yuzi yana qizib ketdi. Graf Oraniska bilan tanishganimga uzoq yillar bo'lgan. Ilgari ularning uyiga borganimda Oraniska xonimni doim ko'rib turatdim. O'ylab yetalaysiz, uning bu ishini notanish odamga havola qilishi mumkin emasdi. Archerning nazari ishxonaning qop-quruq temiga esilgan kalendarga yetkaldi. O'zgarish deysiz. Qandaq o'zgarish? Apandi, aniq tushuntiradigan bo'lsam yaxshi bo'ladi-ku. Reviy apandi birdam to'xtab, yana davomlashtirdi. Meningcha, ilgari zodili o'ylab baxmagan bir bayqishimdan, ya'ni uning amerikalik bo'g'inidan bo'ldimikin deyman. Agar sizmi uningga o'xshash nuqtada tursangiz, sizlarga o'xshash amerikaliklarning nazari bo'yicha qarasangiz, boshqa ba'zi jamiyatlarda e'tirof qilingan narsa yoki hech bo'lmaganda odatdagi barobar almashtirish jarayonida qabul qilinadigan narsa bu yerda aqlga sig'maydigan, tamoman aqlga sig'maydigan narsaga aylanib qolgan. Agar Oraniska xonimning tuqqanlari bu ishlarni tushungan bo'lsa, aniqki ularning fikrimi uningki bilan birdek bo'lgan. Uning qaytib ketishiga hargiz qo'shilmagan bo'ladi. Biroq ular uning eri uni qaytirib ketaman degandan keyin erining cho'qim o'y tutqusi bor ekan deb o'ylab qolganda qiladi. Reviy birdam to'xtab yana davomlashtirdi. Ammo ish undaq oddiy emas. Archer yana qayrilib kalendarga qarab qo'ydi. Ondan ish ustiliga ham ustal ustida chechilib yotgan hujjatlarga engishib qaradi. Bir vaqtgacha nima deyishni bilmay o'tirib ketdi. Reviy o'tirgan o'rindig'ini orqasiga surgandila, bu yigitning mangmoqchi bo'lib o'rindan turganligini ko'rdi-da, uningga qarab, mehmonning o'ziga o'xshash hayajon ilkida turganligini payqadi. Rahmat. Archer faqat shunili deyaladi. Rahmat degichiligi yo'q, apandi. Aksicha, men sizga Reviy to'satdan to'xtab oldi. Gap qilmoqmi tasga tushayotgandek qiladi. Biroq yana bir ishni qo'shimcha qilib qo'yg'im kelyotdi. Arqadan xeyli o'zini besib olgan talaffuzda davomlashtirdi. Boyi siz mendan Graf Oraniskaga yalinib ishlamsiz deb so'radingiz. Durust. Hozir uningga ishlayapman desam bo'ladi. Bir necha oy ilgari shaxsiy ehtiyojim tufaylidan, ya'ni oilasida kasal va cho'nglarni beqish zimmasiga yuklangan har qanday bir odam muhtoj bo'ladigan heliqidek sabab bilan uning qishig'iga qaytib borgandim. Biroq qishingizga kelib bu ishlarni deyishni qaror qilgan ashu minutdan boshlab o'zimni ishdan bo'shatildim deb qaraganman. Qaytib berib uningga mushundaq aytaman, ham sababini tushuntiraman. Shundoq bo'lsin, apandi. Reviy orqasiga bir qadam chekindi. Rahmat sizga. Archer bu so'zni yana bir qitim aytdi. Qo'llar bir-birini ching siqishdi. Her yili 10-oyning 15-kuni 5-ko'chadagi uylarda panjaralar ochilib, gilamlar silinadi. 3 qat pardalar esiladi. 11-oyning 1-kuniga kelganda bu xil oilaviy murosimlar oyoqlashib, ijtimoiy aloqa sohasida kuzatish ham o'z-o'zini baholash boshlanadi. 11-oyning 15-kuniga borganda ijtimoiy aloqa fasli yuqori pallaga kiradi. Opera va teatrxonalarda yangi nomerlarning tizimliklari chiqariladi. Murosimlarga oldin kelishishlar kundan kunga ko'payadi. Har xil tans kechiliklarning muvofiq paytlari bekitiladi. Mushu chaqlarda Archer xonim hamisha New York haqiqatan o'tmishdagiga selishtirg'isiz bo'lib ketdi degan baho so'zini o'ttirg'a tashlaydi.
Bu qarashlarni Archer xonim odat bo'yicha tashakkur bayramida o'tirg'i qo'yatdi. Bu kuni u qonunda belgilangan talab bo'yicha 1 yillik tashakkur so'zlarini aytganda doimlik odati bo'yicha o'zining hozirgi ahvoli ustida tafsiliy o'ylanatdi. Bu xil o'ylanishni azobliq degili bo'lmasa-mu, nihoyat qayg'uli deb sifatlashga bo'ladi. Biroq tashakkur etqidak bir ishning borlig'ini yodiga ololmaydi. Hey, Jenny Mary biz bilan bir davrning odami-ku. Archer xonim o'xsingan holda aytdi. Mushu yillarda ayollar Parij kiyimlarini tamoyildan akirib olib olsa, hamma yerda ko'z-ko'z qilib yuradigan bo'lib ketdi. Hargizmi zamondoshlardek og'an kiyimini ishkapda besib qo'ymaydi. Bundaq davrda yashashning havas qiluvchiligimi qolmagan edi. Shu emasmi, uning tiliklarimi jiqqanmidi? Kichik chaqlarimda Jackson xon qiz gap qo'shdi. Yepyangi kiyimni kiyib chiqish bakmi tompayliq hisoblanadi. Ami Parijdan akeltirgan kiyimlarni 2 yil qo'yib, andan kiyishir ekan. Cho'ng Baxter Pennelope xonim hamma ishlarda noyta sexiy ayolkan to'q. U ilgari har yili 12 yurish kiyim import qildirdi ekan. 2 qor duxava, 2 qor jipak, qag'an 6 qori Eysel Poplin va tivit kiyimlar bo'ladi ekan. Bunaq zakaz qilishi uzoq mazgilli qilib bekitilgan ekan. Vafot bo'lishdan burungi 2 yilda u kasaldan neri bo'lamabdi. Kishilar uning Worddan akeltirgan 48 qor kiyimining qipidanmi chiqarilmaganligini bayqabdi. Qizlari keyin tunji qorni kiyib, muzika kechiligiga borganda modaga faqatla tushmay qapti. Hay, meningcha ayollar Parijdan akeltirgan kiyimlarni biror fasl kiymay tashlab qo'yib, andan keyini qoidaga sal muvofiqroq. Dedi Archer xonim sal yo'l qo'ygan talaffuzda. Hammasi Beaufortning topgan ishi. Xotiniga akagan yangi kiyimlarni kelarkan mayli kiyishga zo'rlab. Men deyman, ba'zida Reginag'imi taskan jumu. O'xshamaslik uchun, o'xshamaslik. Jackson xon qiz shirani cho'ri deb o'ltirganlarga sapsilividi, Jennining ko'zlarini chakchaytib, eg'izlarini purishtirib, odam tushungili bo'lmaydigan bir nimalarni deb g'udiravatganligiga ko'z tushib qoldi. Raqobatchilarga zodili o'xshamaslik uchun. Sillerton Jackson bu gapni deganda chiroydan noiti esil bir ahliya so'zni davatgandek ifoda chiqadi. Voy. Ayollar g'udirashdi. Archer xonim qizining diqqatini bu qamlashmagan temadan boshqa narsaga yo'tkamoqchi bo'lib qo'shimcha qildi. Bechora Regina, balkim u tashakkur bayramini azaldan xo'shal o'tkazib baxmagandir, ha? Beaufortning sodida hayonkashlik qilganiga oid xabarni anglagansiz, Sillerton. Jackson apandi parvosizlik bilan bosh langshitdi. Hamma odam anglab bo'lgan bu hikoyani yana isbotlab o'ltirishning hech qanday ahamiyati yo'q edi. Birdamlik jimjitlik yuz berdi. Ko'pchilik Beaufortni yoqtirmaydi. Shunga shaxsiy turmushiga qarta eng yomon qiyoslarni qilishga amroq edi. Biroq uning iqtisodiy jihatdan xotinining jamiyatiga haqorat etib kelishi ularni rostla cho'chitayotgan edi. Hatto uning o'z kishilarmi buningdan shatlanishni xohlamayotdi. Archer davridagi New York jamiyati shaxsiy munosabatdagi sun'iylikni sig'dira oladi. Biroq savdo sohasida qilchi bexastalik qilmaslikni talab qiladi. Biror bankirning o'z nomini bulg'ab, bayram bo'g'aliqiga doir ishlab bo'lmaganiga uzoq zamonlar bo'lib ketgan edi. Shunga eng oxirgi qitim yuz bergan bu xil ish yilmi hammalarning aniq yodida edi. Shu qitimdami savdo sohasida donqi chiqqan kishilar yuqori tabiqadagilarning tashlab etishiga uchragan edi. Beaufortning huquqi qanchalik kuchlik, Reginaning martabasi qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar, bu xotinning o'xshashli oqibatga qilishi aniq. Agar erining qonunga xiloflik qilganligi amaliyotli bo'ladigan bo'lsa, Reginani butkul Dallas oilasidagilar birlashibmi qutqizolmaydi. Ular parangning temisini yutkab, sal tasalli topmoqchi bo'ldi. Biroq tilga olgan har qanday ishi Archer xonimdagi heliqi tuyg'uning rostligini isbotlab qo'yayotgandekli qiladi. Uningda moda tezlashib ketyotidi deydigan tuyg'uning paydo bo'lganiga xeyli bo'lib qolgan edi. Albatta, Nevland, siz suyumlik mayni Sitrassiz xonimning uyidagi yakshanbalik yig'ilishga bog'liq qo'yibsiz, dedi Archer xonim. May xushal holda gap qistirdi.
Voy, sizga mi ayon? Hozir hamma odam stressiz xonimnikiga beraverdi. U texi o'tgan qitim momamning uyiga kutib olish murosimiga mi chaqirildi-ku? Archer ko'nglida munularni o'ylamoqda. Nyu-York mana mushundaq amallar bilan ashu burilishlarni tamomlaydi. Ko'pchilik bu o'zgarishlarni ko'rib turibmi, ko'masga soladi. Tamamen o'zgarib bo'lganda bu ishlarning ilgirki davrlarda yuz berganligini chin ko'ngildan tasavvur qilishadi. Kishilar Strasis xonimning yakshanbalik ziyofatiga eg'iz tegmagan bo'lsa, uyda o'ltiribla vaqti o'tgan nachar shampan qo'yibdi deganni o'ydirib chiqolmaydi-da. Bilaman, jinim bilaman, dedi Archer xonim tatqash. Meningcha, agar kishilar hadab ko'ngil etish qilib berilib ketsa, bunday ishlardan saqlanqili bo'lmaydi. Biroq navrahadingiz Oraniskani azaldan kechirganim yo'q. Chunki u birinchi bo'lib Sitrassiz xonimni qo'llagan. Kichik Archer xonimning yuzi villada qizirib ketib edi, eri buningdan shirada o'tirgan boshqa mehmonlarga o'xshashlabak hayron bo'ldi. Ha, elinmi? Dedi May o'dirg'inicha. Bu xil ham ayıplash, ham himoya qilish talabbuzi bayni ota-onasining Blank oilasimi deganiga o'xshashli chiqdi. Erining aktivlik bilan qo'ygan taklifini Oraniska xonimning ta'tirlik bilan rad qilishi jamiyatdagilarning o'ylamagan yerdan chiqqan ham ularni bak biyaram qilgan edi. Uning ismi eg'izga ilinib qolsa, ular mushundaq talabbuz bilan taqobil turadigan bo'lib qolgan edi. Biroq bu gap Mayning eg'izdan chiqqanda kishini cho'nqur o'yga soladigan materialga aylanib qoldi. Archer Mayga bir xil notunish tuyg'uda qaraydigan bo'lib qoldi. Ba'zida May atrofdagi muhit bilan haddidan ziyoda birdek bo'lib ketsa, uningda bu xil sezim tabiiy paydo bo'ladi. Archerning apsi atrofdagi kayfiyatga odatdagi chog'lardagidek tabu nozuklik qilib ketmay, o'z fikrini aytdi. Oraniska xonimdek odamlar izchil oqsumoqlar qatlamida yashab kelganlikin, bu xil ijtimoiy farqqa sal qarmay, aksicha uni saqlab qolishimizga yordam berishi kerak edi deb qarayman. Mayning yuzidagi qizillik texmi qiyniqlab ketdi. Shuningga to'liq ishonaman, chet elliklarning nazarida hammamiz o'xshash. Jackson xonqiz ochchig'i bilan aytdi. Meningcha, Ellen ijtimoiy aloqaga ancha amroq emas, ammo uning nimaga amroqligini bilib bo'lmaydi. Dedi May ko'pchilikning eg'izdan qasdan gap olmoqchi bo'lgandek. Hay, biroq Archer xonim cho'nqur tinib qo'ydi. Oraniska xonimga hech kimning amroqlik qilmaydigan bo'lib qolgani ko'pchilikka ayon bo'ldi. Hatto uning eng sodiq kishisi Cho'ng Manson Mingot xonimmi uning erining qishiga qaytishni rad qilgan qiliqini oqlashga amalsiz qoldi. Mingot oilasidagilar o'zlarining noroziligini ochiq-oshkor ifodalamadi. Ularning ittifoqlik engi bak kuchli edi. Villand xonim aytgandek, bechora Ilmga o'zining o'rnini topqizayli degandek gaplarni qiladi. Ammo kishining ichini seriydigan ham tushungili bo'lmaydigan yeri shuki, u yerda Blanik eqini bosh ko'tarib chiqqan edi. Kishining ishongisi kemisimi, lekin bular burunla munozara talab qilmaydigan paketga aylangan edi. Bu paketlar kishilarning fikrini texmi o'tkirlashtirib etdi. Oraniskaning yeniga qaytmaslik uning cho'ng xatoligi hisoblandi. Qandoqli degan bilan bir yosh ayolning oxirgi umidi yanali erining yenida. Bo'libmi uning ashundaq hech kim ko'chalab bilishga qiziqmaydigan ahvol ostida uydan chiqib ketganidan keyin texmi shundaq. Oraniska xonim mutvarlarning voy deyishiga bakla amroq. Sofi xonqiz qarmoqqa ishni besiq turib, jidalni tinjitmoqchi bo'layotgandek qiyofatda edi. Ammo ostirdan o't qo'yruqlik qilayotganini bilib turardi. Shu emasmi, Oraniska xonimdek mundoq yosh ayollar hamisha mushunda xiyim xatar ichida turadi. Dedi Archer xonim echingan holda uning so'zini qo'llab. Gap bu yerga kelganda ayollar ko'ngliklarining etaklarini ko'tarishib, yo'riq mehmonxona uyga qarab mengishdi. Archer bilan Sillerton apandimu Got basonidagi heliqi kutubxonaga kirishdi.
tammashning yenida o'ltirib, esil sigartning huzuri orqali kechlik tamoqning beoramligini bosgandan keyin Jackson apandi o'zini qaltis chog'laydigan heliqi alpozi bilan quruq gapga tutish qildi. Agar Beaufort vayron bo'ladigan bo'lsa, nurg'un ishlar cho'lib chiqadi-da, dedi u. Archer ishtikli beshini ko'tardi. Her qatim Beaufort'ның ismini anlaganda, onun kelangsiz qamati, esil xurum ishdan ve ötük kiyginicha Scott Coliff'ның qarliq yo'lida alçanlab kelayotgan qiyofati ko'z oldiga kelibdi. Cho'qim nurg'un ishlar oshkora bo'ladi, dedi Jackson davom qilib. O pullarni Reginal'ga xarjlamagan. Bilishimcha, bugun u ta'sir xeyli zo'r bir necha kishini izlab beribdi, dedi Jackson zo'rg'a yo'l qo'yib. Albatta, ular uning bu yomon o'tkaldan o'tib olishiga yordam qilgan degan umiddaman. Hech bo'lmaganda, mushu bir qitim bo'lsa-mu, bechora Reginaning qolgan umrini chet eldagi maxsus vayron bo'g'uchilar boradigan vayroni arshanga berib o'tkazishini tasavvurimga sig'dira olmayman. Archer undamadi. Onun qarşıca mayli qanchalik echinishlik oqibatga qolsin, agar u qonunsiz beyg'on bo'lsa, shuning jazosini tortishi tabiiy edi. Shunga u Beaufort xonimning qosh talinimi o'ylashib ketmadi. Xiyoli endi ko'z oldidagi masalaga qaytib keldi. Oraniska xonim tilga ilinganda mayning yuzi nimancha qizirib ketdi. Bu nima sababdandir? Oraniska xonim bilan ashu Thomas issiq kunni birga o'tkazganiga 4 oydan oshdi. Shuningdan e'tiboran Archer uni zodala uchirtib baxmadi. Uning Washingtonga, ya'ni Midora bilan u yerda ijaraga olgan ashu kichik uyga qaytib ketgani uningga aniq. Archer ilgari uningga qisqagina bir parcha xat yozib, qachonlarda ko'rishgili bo'ladiganligini so'ragan edi, ammo u uningdan qisqa qilib, "Tegib bo'lmaydi" deb javob xat avatdi. Shuningdan e'tiboran ular o'rtasida hech qanday aloqa bo'lmadi. Archer o'z qalbiga nurg'un ishlarni pukdi. Maxfiy holda aslash va kutish Oraniska xonimni bu joydagi muhim o'ringa ega qildi. Bu joy asta-asta uning turmushining orqa ko'rinishiga, harakatining birdan-bir orqa ko'rinishiga aylanishga boshladi. U o'qigan barliq kitoblarni, yeslarini beytadigan o'ylarini, hukm va qarashlarini butunlay mushu joyga akirishga boshladi. Bu joyning sirtidagi real turmushidagi naq maydonlar uningga bag'ancha saxta va kamtuk bilinmoqda edi. U ashu tunish adovatlari va an'anaviy qarashlari orasida santirilib yuradi. Buni ko'ngli joyida emas birining o'z uyidagi uy jihozlariga so'qilib ketganiga o'xshatish mumkin edi. Ko'ngli joyida bo'lmaslik dal uning navbatdagi ahvoli. U atrofidagi kishilarning borlig'ini unutib ketdi. Ba'zida o'zini kishilarning yerimi shu so'rinda deb qarayotganligini his qilib qolganda bak hayron bo'ladi. U Jackson apandining kelini qirib, texmi bir qadam ilgirlagan holda oshkorlashga tayyorlik qilayotganligini sezdi. Albatta, erining eng yangi taklifini Oraniskaning rad qilganligiga ba'zida har xil qarashda bo'lib o'tibdi. Xotiningizning uydagilar buningga qanday qaraydi ekan bilmadim. Archer undamadi. Jackson agitib so'zlashga boshladi. Afsus, uning rad qilishi bekmi afsuslanarli ish. Afsus? Zodin nimaga afsuslanyapsiz? Jackson beshini tuvan soldi. Pochig'idan tortib toki pirmi chiqarilgan paytiqi va parqroq yenik oyog'icha qarab chiqdi. Eng aqalli sababni la aytayli. Hozir u nimaga tayinib kun kechirmoqchi bo'lyapti? Hozir agar Beaufort Archer sakrab turib ketdi. Tugilgan mushlari qora yong'oq yog'ichidan yasalgan yeziq ustiga zarb bilan urildi. Bu bir jup missiya qutisi joyida usulga tushib ketdi. Bu gapni deyishingizdagi maqsadingiz zodi nima apandi? Jackson apandi o'ltirgan o'rnida sal qimirlab qo'yib, nihoyatda tamkinlik bilan bu yigitning g'azablangan chiroyiga tikildi. Buni nihoyatda ishonchlik biridan, ya'ni cho'ng Katerindan anglaganman.
Ochig'ini aytganda, Oraniska erining qishiga qaytib ketishini qat'iy rad qilgandan keyin oilasidagilar uningga berilgan moddiy yordamni zo'r miqdorda osaytgan. U yana to'y qilgan chig'idagi berilgan ashu pullardanmi quruq qapti. Agar u qaytib basila, Oraniska u pullarni uning nomiga yo'tkab berdi ekan. Ish mushundaq tursa, suyimlik bolam, mendan yana nima deganingiz deb so'raysan texi. Bu nima deganing zoti? Jackson nəhayət dostanlıq bilan radiya berdi. Archer Tammashning qishig'i keldi. Qo'lidagi sigaretning kulini o'choqning ichiga qiqib etdi. Oraniska xonimning shaxsiy ishlaridan xabarsizman. Biroq askartganlaringizni oydinlashtirib bilishimning hech qanday zaruriyati yo'q. Oy, hech nimani askartganim yo'q-ku. Askartayotganlar bor deyilsa, Lifertis shularning biri. Lifertis uningga muhabbat izhor qilib taksini yegan heliqi ablah. Archer kamsitgan holda vaqirab degidak etdi. Shundaqmi? Dedi qarshi taraf oldirab tinib. Xuddi bu uning Archerga qiltaq qurib degizmoqchi bo'lgan gapidakli bilindi. U yanala Tammash qishida qiypash o'ltiribdi. Ko'zlari Archerga tikilgan edi. Xuddi yuziga purjini bekitib qo'ygandek ko'rinardi. Uning Beaufort tikmonlaq tushishdan burun ketib bo'lmag'ini chataq bo'ldi. Yana takrorladi u. Agar amda qaytsa, Beaufortmi amda vayron bo'lsa, ko'pchilikning qarshini isbotlab qo'ydigan bo'ldi-da. Shuni qo'shim chiqib qo'yay. Bu faqat Lifertisningla qarshi emas-jumi. U hozir qaytmaydi. Hargiz qaytmaydi. Archer bu gapni eg'izdan chiqarib bulibla, buning dal Jacksonning kutayotgani ekanligini his qilib qoldi. Jackson apandi uni ko'ngil qo'yib dangsab baqdi. Bu sizning qarshingiz, shundaqmi? Aniqki, bular sizga ayon, hammaylanga ayon. Midoraning qilib qolgan ashu 2 tok pulimi Beaufortning changilida. Uning yordamisiz bu ikki ayolning qandoq yashaydiganligini o'ylab yetolmayman. Albatta, cho'ng Katerinning xushlig'i tutib qolsa, Oraniska xonim uningdan ozroq yordamga erishar. Uning bu yerda turib olishiga izchil qarshi. Katerinning pulni jinidan eziz ko'rdigini hammamizga ayon. Uning ustiga oilasidagi boshqalarmi uning qilib qilishini ancha xolab ketmaydi. Archerning g'azabi o'rildi. Biroq qo'lidan keladigan faqat shu titit bo'lishli edi xolos. U ahmoqona ish qilib qo'ydiganligini aniq bilib turib, yana izchil shunda qilayotgandek kayfiyat turib-o'tdi. Hurmatli radio anglovchilar, Amerikalik mashhur yozuvchi Edis Whartonning G'ubarsiz yillar nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.